Савельев. Birinci tatamiga chaqirilgan Zoloyev Vladimir, Qirg'iziston, Mullayev Said, Mongoliya. Монголов сняли друг друга, а он же тоже Германия On tatami 2, the winner, Hamza Didar, Kazakhstan. İkinci tatamida jengishga ega bo'ldi Hamza Didar, Qozog'iston. Tatami 2, please welcome representing Korea, Lee Mo-jin. In white jersey from Uzbekistan, Boltobayev Sharafiddin. İkinci tatamiga chaqirilgan Lee Mo-jin, Koreya, Boltobayev Sharafiddin, Uzbekistan.
everyone, the winner, Zolor Vladimir, Kyrgyzstan. Birinchi tatami jengishga